8-may 2025-yil 2-video mana chegara. Chegara tarafdamiz biz hozir. Bu yoq Paxtabodga yo'li bo'lsa, mana bu yoqlar mana chegaradan. Mana shu yerlar mana chegara mana. Qirg'iziston bilan Andijonning chegarasi mana. O'sha bilan. Ana chegarani ham ko'rib ketyapmiz-da. Bu yerlar qachon kelamiz, qachon kelmaymiz hali. Shunaqa ko'rmagan joylar ko'rib yuraveramiz ekanda. Yonimizda suv ariq oqqanmi, kanalmi bor ekan. Tezligimiz 40 hozircha. Biz tez yurmaymiz, biz sekin yuramiz. Hammalar iloji bo'lsa sekin yursanglar o'zingizlar uchun foydali. Gazli bossa tezlaveradi bu. Sekin yurish kerak. Uyda ota-onam kutyapti, bola-chaqam kutyapti meni deb turib, o'ylab sekin yurganimiz yaxshi ekanda. Mana endi Madaniyat Andijon Qirg'iziston chegarasiga kelib qaytyapman-da. Andijonga 30 kilometr, Paxtabodga 21 kilometr ekan. Biz yo'l asosiy yo'l. Yo'lga chiqmanglar akalar. O'z parkiga kira yuring.